Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun algoritm, ya'ni dasturlash poydevorining 16-darsi while sikli haqida gaplashamiz. Bunda shart to'g'ri bo'lsa takrorlayveramiz degan ma'noni anglatadi. While bu shart to'g'ri turgan paytda takrorla. Masalan, 1 dan 5 gacha sanash. Bu nimaga bu misol bo'lyapti desa, 5 gacha sanash uchun orada sonlar bor, to'g'rimi? 1 dan 2. 2 dan keyin to'xtamaydik, to'g'rimi? Yana davom etadi, 3 bo'ladi, 5 gacha davom etadi. Demak, misol bo'ladi, xuddi batareya to'lguncha kutish. Bu ham while sikliga misol bo'ladi. Parol to'g'ri bo'lguncha urinish. Masalan, xato parol terib to'xtab qolmaydi. Tushunarli? Endi misol ko'ramiz, hozir tushuntiraman buni. I barobar deyapti. 1 while i 5 dan kichkina deyapti-da, uning uchun bizga mana yoqqa yozsagan bo'ladi. 5 dan kichkina i teng. Tushunarli? I katta yoki teng 5 dan. I'ga nisbatan demak 5 katta. Tushunarli? Endi print deb bosamiz. I bo'ladi. Shunda bu qatorda ham hozir tushuntiraman nima bo'lishini. Soddaroq qilib plus 1. Endi natija 1 2 3 4 5 chiqadi deyapti, ko'ramiz. Mana natija 1 2 3 4 5 chiqyapti. Endi buni tushuntiraman. Birinchi mana bu qatorda turib tursin. Xo'p, bizga i quti. Buni o'tib kelyapmiz. Quti deb bilasiz, ichida 1 bor. Endi bu qator while demak i 5 dan kichik yoki teng bo'lsa, ya'ni toki i qutichasidagi son 5 dan kichik yoki teng ekan, pastdagilarni bajar bo'ladi. Printni bilamiz. Qutichadagi sonni ekranga ko'rsatdi. Bu nima desa, bu qutichadagi sonni bittaga ko'paytir. Masalan, 1 edi, 2 bo'ldi, toki 5 bo'lguncha. Mana 1 keldi, 1. 1 5 dan kichkinami? Kichkina, o'tib ketdi 1. 1 chiqdi ekranga. Endi 1 bo'lgandan keyin yana 1 da qo'yishdi, 2 keldi. Yana 2. 5 dan kichkinami? Kichkina. Shunaqa aylanadi 5 gacha, tushunarli? Endi while'ning miyasi true bo'lsa, ya'ni to'g'ri bo'lsa davom etadi. Tushunarli? False bo'lsa to'xtaydi. Masalan, mana bu qatorda nima kerak deyapti? Bu qator bo'lmasa, sikl hech qachon to'xtamaydi mana. Buni ishlamaydigan qilamiz mana. Natijani bosam ketdi mana. Tushunarli? To'xtamayapti. Mana ko'ryapsizmi? Tizim qotib qolishi mumkin. Shuning uchun bu narsa kerak, shuning uchun. Mana shu narsani ham esdan chiqarmaysiz. Endi 3 marta salom so'zini chiqaramiz. Uning uchun i teng 1 while i 3 dan kichkina. Tushunarli? Bunda natija chiqmaydi. Nimaga? Chunki print yo'q bizda. Uning uchun nima qilamiz? Printga salom so'zini yozamiz. Bu ham to'xtamayapti. Nimaga? Chunki boyagi qatorda yozishimiz kerak. Chunki bu sikl tushunish kerak-da nima bo'layotganini. Plus 1. Mana 3 marta salom chiqdi, tushunarli? Mana 1 bo'ladi, 3 dan 1 kichkinami? Kichkina bo'ladi, printga o'tib keladi. Demak, bu yerda hisob kitob degan narsa yo'q. Salomni ko'radi, pastga o'tib keladi. Keyin 1, 1 da qo'yishadi 2, yana kichikmi? Yana salomni chiqaraveradi, tushunarli? Printga. Demak, 4 ta bo'lgan paytda 3 tasi chiqqan bo'ladi, keyin to'xtaydi. Endi for va while farqi. Masalan, forda necha marta ishlashi oldindan aniq bo'lsa deb o'tgan narsa aytganmiz. Tushunarli? Bu while'da shart to'g'ri bo'lguncha davom etadi. Buni hozir misolda ko'ryapsiz-ku, shunaqa oddiy. Xullas, misol ham ko'raveramiz. Endi bu misolni ko'ramiz. Demak, i teng 1 yig'indi deyapti 0 ga while i demak bu ham 3 dan kichik deyapti, 3 dan kichik yoki teng. Hozir men tushuntiraman har bir qatorini. Yig'indi plus i teng i plus 1 print demak yig'indi. Xo'p, natija nima bo'ladi? Mana bosamiz. Endi qarang. Mana i teng 1.
Bu bizning sanamoq, sanash uchun ishlatiladigan tayog'imiz deb bilaylik. Birdan boshlaymiz. Bu yig'indini chelak yoki quti deb tasavvur qiling. Hali ichida hech narsa yo'q. Bunda bu buyruq mana while bor-ku, mana bu qator. Toki i raqami, mana i raqami 3 dan katta bo'lib ketmaguncha pastdagi ishlarni bajar demoqda. Agar 2 bo'lsa ham pastdagini bajar, 3 bo'lsa ham pastdagini bajar deyapti. Endi 4-qator. Bu qator chelakdagi bor narsaning ustiga hozirgi i sonini qo'sh deyapti. Chelakdagiga. Birinchi safar chelakda 1 bo'ldi. O'sha 1 2 bo'lib o'zgardi tepada va 1 ga qo'shdi yana. 3 bo'ldi. Endi o'sha 3 ni yana 3 ga qo'shdi endi. Tushunarlar? Chunki 3 bo'ladi. Bu i ham o'zgaryapti-da. Tushunarlar? Buni tushunmasangiz amaliyotda hozir yana ko'ramiz. Keyingisiga o'tamiz. Eng muhim xavf, agar son o'zgarmasa, while to'xtamaydi-da. Boya to'xtamay qoldik mana bunday qilsak. Mana to'xtamay ketdi, ko'ryapsizmi hisoblashini? Umuman to'xtamaydi. Bu kompyuterga nagruzka bo'lishi mumkin. Endi mini amaliyot ko'ramiz hozir. I barobar 1 while i yana 3 dan 5 dan kichik i deyapti. Endi print i ko'paytirilgan 2. Buni ham hozir tushuntiraman. I barobar i plus 1. Tushunarlar? Natija buni har bir sonni 2 ga ko'paytir deyapti. Buni menimcha endi tushunasiz. Endi qarang, birdan boshlaymiz. Bu ham sanagich, yana shu. Endi mana bu qator. Ya'ni shart toki qo'lingdagi son 5 dan katta bo'lib ketmaguncha pastdagi ishni takrorla deyapti. Endi bu qator. Mana shu yerda bitta hiyla ishlatadi-da, nima? Tizim. U qo'lidagi sonni shunchaki aytmaydi, uni 2 barobar ko'paytiradi. Birinchi, qo'lida 1 turibdi. Uni 2 deb baqiradi, shu payt ekranda 2 chiqadi. Tushunarli? Chunki 1 ni 2 ga ko'paytirsa 2 mi? Endi qo'lida 2 keldi. Mana 2 aylanib kelyapti-da. 2 ni 2 ga ko'paytiryapti, mana 4 deyapti. Tushunarli? Keyingisi 3. 3 bo'lgandan keyin yana 2 ga kelyapti, 6. Tushunarli? Mana o'zgaryapti. Mana bu son bittaga qo'shilyapti, mana bu qator uchun. Tushunarli? Keyin 2 ga ko'paytiryapti, mana natijalar shunaqa chiqyapti. Bu hozir aytganim, tushunarli? Bu kodning vazifasi 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarning 2 ga ko'paytirilgan variantini chiqarib ber deyapti. Mana shu endi tushundingiz menimcha. Chunki boyagi misol sal chalkash edi. Endi while shartga qarab takrorlaydi. Shart to'g'ri, ya'ni true bo'lsa ishlaydi. Qiymat o'zgarmasa sikl to'xtamaydi. Endi uyga vazifa. Uyga vazifani bajaramiz. Demak, keyin shunga qarab tushunib olasiz. Pauza qilib birinchi o'zingiz bajaring. Endi 1 dan 5 gacha chiqaramiz. Masalan, i teng 1. 1 dan 5 gacha sonni chiqarishimiz kerak. Masalan, while demak bizga demak teng necha deyishimiz kerak 5 gacha chiqarish uchun? 5 deyishimiz kerak. Demak bizga print bizga ne chiqish kerak, to'g'rimi? Endi boyagi i teng plus 1. Natijani ko'ramiz. Mana 5 gacha son chiqdi. Demak bunda buni ham endi hamma tushundi menimcha. 1 bo'lganda qaraydi 1. Ekranga 1 ni chiqaradi. 2 bo'lgandan keyin yana kichkinami, yana 2 ni qaraydi, tushunarlar. Endi keyingisi Python'ni 4 marta chiqarish. Yana i teng 1. While i demak bundan 4 marta chiqarish uchun 4 yozamiz. Printga nima deb yozamiz? Python deb yozamiz. Tushunarlar? Pastda yana boyagi buyruqni kiritib qo'yamiz. I barobar i plus 1. Mana play'da bo'lsak, mana 4 marta Python so'zi chiqdi. Chunki bir kichkina deydi, ekranga keladi, hisob kitob yo'q. Pythonni chiqarib oladi ekranga. Keyin 2 keladi. Mana bu jarayon 2 deb hisoblaydi keyin. 2 ham 4 dan kichik, 3 ham kichik, 4 ga kelganda teng. Keyin 5 ga o'tib ketadi-da, bizga faqat 4 dan chiqaradi. Endi sonlarni 3 ga ko'paytirish. I barobar 1 while i demak 5 dan kichkina yana
3gacha ko'paytirish deyapti-da, biz 5gacha olaylik. Demak, print bizga i ni ko'paytirib 3 ga. Tushunarli? Pastga i barobar i plus 1. Mana natijani chiqarsak, mana boyagiday demak natijalar chiqdi. Endi menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, boya ham men qanaqa tushuntiray deb juda to'g'risi qiynaldim o'zim. Menimcha endi tushunarli bo'ldi. Ko'proq misol ishlash kerak. Men hali amaliyot bo'yicha ko'proq misol ishlab ko'rsataman o'sha if else for while bo'yicha tushunarli. Pauza qilib bo'lgandan keyin video vasfini tekshirasiz. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.